Bu pishakchani kechqurun uyqudan turganda ko'rib qolsa odamning yuragi yorilishi точно-ku. Birinchi marta shu klientimni uyiga kelganda ko'rib qo'rqib ketganman. Yana shunaqa odamga yopishaveradi. Yana bitta sherigi bor, qarindoshimi bilmayman, lekin u bundan ham xunukroqda, terilari osilib ketgan. Bu pishaklarda nimasi yaxshi? Juni umuman tushmaydi-da uyga. Почти 1 yildan beri kelmagandim bu uyga. Klientim 76-yil. Kelsam o'sha chaqaloqchasi bor. Qoyil deyman, o'zi ketdi fitnesga, nyanchkasi kuni bilan qarab o'tirdi. Keyin klientim ham keldi, tuqqanga ham o'xshamaydi-da. Va xudo deyman. Menimcha pasportdagi yosh просто sifra deb o'ylayman men. Odamni o'zini qanday his qilsa, xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi shekilli. Bilasizlarmi, o'zidan katta odamni yoqib, hammaga tekin maslahatlarini ulashaveradigan odamlar rosa katta ko'rinadi-da. Bular esa o'zi bilan shug'ullanadi-da, o'zini hayotida, birovlarga asabini buzmasdan. Kelmaganimga 1 yil bo'lgani bilan baribir uyi top-toza turibdi ekan. O'tgan yili boshqa yo'lchiga tutganimda, bu yil bunaqasini olib, voy o'layim, shampanskiyni ichiga gulni tiqib qo'yganiga. Menimcha prosta ichini yuvib, suv solib qo'ygan shekilli. Narigi tomonda yana ikkita katta buket turibdi ekan, videoga olaman deb ashi esdan chiqib ketdi. Biz ham Jingle Bells bayramiga narsalar olgandik. Uyga kelib hammamiz oilaviy narsalarni bezatishni boshladik yo'lchikalarda. Endi, конечно, biznikicha 2 metrli emas, o'zimizga yarasha bo'ladi. Do'stlar, barakali qo'lchalaring bilan like, podpiskani bosib ketinglar. Xursand bo'laman. Videoga sig'may qolgan joylarni har doim istoriyaga qo'yib boraman, istoriyada ham aniq boring.